Xo'p, shogirdlardan tushibdi. 3 kishi ishlaymiz, lekin ustamiz bizdan 6 kishini ishini talab qiladi. Bu o'sha ustani bizda insofsizligi deylik, shunda oson tushunasizlar. Insofsiz ustamashi. Ustalarga biz bir murojaat qilgan edik. Usta degani xohlaganini qiladi degani emas bu. Bitta usta shogirdini 4 yil olib yuramishda. O'zi 1 yilda usta bo'lgan shogirdi 3 yil oylik ham bermas ekan, ishlatib yuraverar ekan. O'shani shogirdlarga aytdik, unaqangi vijdonsiz ustangiz kim, uni duosi nima bo'lardi? Sekin siyg'anavering endi, qochavering endi. Kerak emas. Unaqangi vijdonsiz, uyatsiz bir nima deydi? Bir Xudodan qo'rqmaydigan ustani duosiga zaril bas. Siz yo'q, bu meni hunarimni olgan, yana 10 yil ishlab beradi. 10 yil yuraverar ekanlar, botani kiyib olish shogirdlari. O'zlari jentiradilar. Shogirdlar yuraveradi, qo'llar yorilgan velosipedda. Olib ber ularga, hech bo'lmasa Spark olib ber. Oyga ber, oylik 10 million, 7 milliondan. Mayli yursin yoningda.